Haqiqiy qig'in va ishdan hargiz voz kechma. Bir oila kishi butkul haqiqatlarni tushunadigan odamdanmi kuchlik. Einstein. Kollimizda dunyoning varang churunglari qolmagan chog'da, uyqu bilan sagaklik orasida g'oyalarimiz tug'ildi. O bulutlar orasida uchib, jimjitlikqa makonlashdi. Atrofimizdagi dunyo cho'nqur tasavvurimizga yo'shirindi. Biz ko'nglimiznikini ifodalamoqchi bo'ldik. Biz degan inson bir erkin ruh. Yangilik yaratish kuchimiz, qizg'inligimiz va kuch-quvvatimiz bor. Biz to'xtamay qalbi qila oladiganlardanmiz. Chakli qalbimiz ichida biz qalbimiz intilgan barcha narsalarni bayqadik, his qildik ham ishondik. Navada g'ayimiz bo'lmasa, biz o'ylaganlarimizni hargizmi amaliyotga aylantirolmaymiz. Raketa qo'yib berish sistemasi qo'zg'atildi. Musobaqada qoltis oldi. Bolid yana chempion bo'ldi. Bu shaxsan menga nisbatan bir kichik qadam bo'lsa-mu, lekin insoniyatga nisbatan cho'ng bir qadam. Cho'nqur nafas elib, uyqudan asta uyg'onaylik. Toki qalbimiz dunyoning qayerga berishni qaror qilganga qadar birdan jimjit turaylik. Xuddi kinolardagiga o'xshash. Siz uni to'xtatolmaysiz. Faqatla uyqudan uyg'onasiz. Ba'zilarning oyoq izini besib mangsangizmi yoki nurg'un yillardan keyin uning o'xshash odam bo'lsangizmi bo'ladi. O'tmishni eslaganingizda g'oyangizni amalga oshirishning nurg'un yo'llari borligini bayqaysiz. Lekin sizmi bilasiz, bularning hammasini irodangiz kontrol qilib turadi. Anderson, Amerikalik olam uçquchisi.